Hozirgi kunda aksariyat yosh qizlarimiz juda ko'p menga murojaat qilishyapti. Tuxumdon kistasi. Bu nima o'zi? Keling shuni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Tuxumdon kistasi hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan. Ayniqsa yosh qizlarimiz balog'at yoshiga yetgandan keyin ko'p qizlar murojaat qilyapti. Birinchi o'rinda buni shikoyati kuchli qorin sohasida ko'ngil aynishi bilan kechadigan og'riqlar, orqa teshikka beruvchi og'riqlar bilan murojaat qilishyapti. Kelganda bizni savol javob qilganimda, birinchi o'rinda savol berganimda, ularda aksariyat qizlarimizda juda ham ko'p stress. Oilaviy mojaralar, stresslar, uning onasi tushunmasligi, otasi tushunmasligi va nimadir chegaralar qo'yib qo'ygani, u siqilishi, ko'chaga chiqa olmasligi, dugonasi bilan gaplasha olmasligi natijasida bu qizlarimizda, aksariyat qizlarimizda kechki uyquni buzilishi, doimiy stressda yurishi va uning oqibatida gormonlarning buzilishi natijasida tuxumdon kistasi kelib chiqmoqda. Hozir bu murojaatim ko'proq onalarimizga ham bo'ladi, chunki balog'at yoshiga yetyaptimi qizinglar, albatta ularga o'rtoq do'st bo'linglar. Ko'chada izlashmasin, o'rtoq do'stlarni sizlar to'g'ri yo'llarni ko'rsatinglar, o'sha injiq xarakterini ham ko'tarishimiz kerak. Chunki hadeb urishavermasdan mana shunaqa oqibatlarga, hayz siklining buzilishiga va uning oqibatida kistalar paydo bo'lishiga sabab bo'lyapti hozirgi kunda. O'shaning uchun onajonlarimiz qizinglarga albatta o'rtoq dugona bo'lib, vaqtida uxlashlarni o'rgatib, to'g'ri gigiyenaga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanishlarni o'rgatsanglar, bu kasalliklarni biz oldini olgan bo'lamiz. Achinarlisi shuki, hozirgi kunda qizlarimiz o'sha onasi bilan do'st bo'lmayapti. Keyin gaplashganimizda onam meni tushunmaydi, otam meni tushunmaydi, meni yaxshi ko'rishmaydi, kichkina ukamni yo singlimni yaxshi ko'rishadi. Значит, bu qizlar be'tibor qolib ketyapti. Be'tibor qolib ketgandan keyin o'ziga bo'lgan ishonchi kamayib ketyapti va u qattandir o'sha o'ziga ishonchni va e'tiborni ko'chadan qidirishyapti. Bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun albatta oilada bir-biringlarni tushunsanglar, o'sha ayniqsa balog'at yetayotgan qizlarimiz, uni qo'llab-quvvatlasanglar, ularni sen eng zo'rsan, sen eng chiroylisan, sen eng sog'lomsan, qizim vaqtida mana bu ishlarni qilgin, vaqtida uxlagin deb to'g'ri biza tushuntirsak, kelajakda sog'lom qizlar yetilib, sog'lom ona bo'ladi kelajakda va sog'lom farzand tug'ishga ham biz muvaffaqiyatga erishamiz shu narsa yo'l bilan. Chunki birinchi hamma narsa oiladan boshlanadi. Qizlarimizdan tarbiyasi ham, qizlarimizdan o'sha ginekologik kasalliklarni oldini olish uchun ham o'sha oilaviy muhit juda ham kerak. Va hozir o'sha kistani kelib chiqishi birinchi sababi shulardan, ayniqsa yosh qizlarimizda. Achinarlisi shuki, ko'p qizlarimiz asorat bilan kelyapti. Tuxumdon kistasi yorilishi, kuchli og'riqlar bilan va bu yorilganda o'zi qilganimizda qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilgandan keyin uning asorati albatta biz уже operatsiyaga ularni tayyorlaymiz. Operatsiya qilingandan keyin uni tiklanishi, reabilitatsiyaga juda ham ko'p vaqt ketadi va ba'zi hollarda shunaqa bo'ladiki, ba'zi xirurglarimiz tuxumdonni qisman olib tashlashga ham to'g'ri keladi va bu kelajakda homilador bo'lishga juda ham to'sqinlik qiladi. Shuning uchun tuxumdon kistasi bo'ldimi, bunga juda ham jiddiy qarashinglar kerak, chunki buni asorati juda ham achinarli. Shuning uchun kistani oddiy kasallik deb qaramasdan albatta ginekolog ko'rigiga kelishinglar kerak. Buni sababini, negizini topib, sizga to'g'ri lecheniya qilsak, keyinchalik yana qaytalanmasligi uchun kistani oldini olishimiz kerak. Xulosa qilib aytganda, aziz onajonlarimiz, balog'at yoshiga yetgan qizinglar bo'lsa, farzandinglar, albatta ularga e'tiborli bo'linglar, mehr beringlar, vaqtida uxlasin, vaqtida ovqatlansin va hayz siklini albatta yozib borsin regular bo'lib. Har 6 oyda bir marotaba ginekolog ko'rigiga borib, UZI bachadon tuxumdonlarni albatta ko'rishimiz kerak.